Sizlar mush vaqtcha jigarni mush qini bilan qo'ryotamizlar. Degan sizlarga jigarning oylik qo'rish usuliniga eng no'z usulini o'rgatib qo'yamdan chiqdinglar men do'stlar. Lashan. Nurg'un do'stlarimiz jigarni akilib to'g'rab shu bitini qo'riydi ekansizlar. Amaliyot buning qonlarini chiqarib olsak boshqa ishlamlik chiqadi. Undan so'ng buni qanday qo'raymiz diqqatlar men do'stlar. Mana bugun yangi so'yib ekelgan qo'yning jigiri. Neda ekan buni? Qop qarg'ovchiga sal bir ochiq yutib olgan qo'y ekan bu, ha. Olib bilan qaranglar do'stlar. Jigarni to'g'ri olamiz. O'ttadagi ishki qilib olgandan keyin endi buni yalpoqdab to'g'raymiz, ha. Pek nipis to'g'ratmaymiz. Tangi puldan azroqla qilin to'g'rasak bo'ldi. Bo'lsa jigar ko'p nech pul? Bir ziqqa. Chikoy emas bu. Sadece qimmatli ekansan. Qo'ljiga borsam bir ko'g'i yema bir ziqqa. Mana do'stlar, jigarlarimizni to'g'rab tayyor qilib oldik. Endi muhim nuqta, ha. Endi buni suvda bir chayqaymiz. Qaranglar do'stlar, mana shunday sovuq suv silib bir mujub, yuvib, qinni chiqaramiz. Endi jigarni suvda qaynatib, yana bir qitim qinni chiqaramiz. Suv qaynagandan keyin jigarlarimizni bir suvda o'tkazib olamiz, ha. Ektok. Ma artıq qoldirib mana bitta chiqib ketadi. Ba'zi bir jigarlarni qo'rsak shunda bir sesiq purab ketirgan. Dal mana shu qonni chiqarmoqlikdan ashta puraydi. Shu qaynatib, qonlarni chiqarib, anani qo'raymiz. Ha, mana bu qaynagandan keyin buni suzib elib olamiz. Burun qoida qozon esib, maydan liq bir chumish etrafida qo'yamiz. Jigar sayni sal mayroqroq qo'rsak o'xshaydi juma do'stlar. To'g'rigan lazım, anamikin fojolidan berib o'tamiz. Jigarni solamiz. Jigar sayni cho'qim mayliqroq qo'raymiz. Ayilmish jigar qo'rsak selibli paloq puluq keyni sekilta seytimiz go. Xato usul. Dastlabda jigarni mana mush mayga selib uzoq qo'raymiz. May suzilishga boshlagan vaqtda onamki jigarniki suv miqdori tugadi desak bo'ldi. Bunga uşaq to'g'ragan so'ng peyzimizdan azroq berib o'tamiz. Zanjivil to'g'ragan samsiqimiz. Bularni berib o'tgandan keyin da o'rishga boshlaymiz. Endi bunga rangdan azroq berib o'tamiz. Ya'ni qo'ng'ishovchan yo'dan azroq berib o'tamiz. Endi to'g'ragan piyozlarimizni berib o'tamiz. Keyindan to'g'ragan lazlarimizni berib o'tamiz. Piyozlarni berib bo'lib, mana yana davom o'raymiz. Lazning ochiq bir puroqlar chiqdimi? Chiqdi, ha. Tetqilardan bek oddiy do'stlar, ha. Tuzdan yetarlik beramiz. Shiktal vijang. Yoqtirmasanglar, be'amsanglar bo'ldi, ha, tuqqanlar. Ananikin jijangdan shiktal. Davom yana o'raymiz. Tuz ta'mi keldi shunama, endi Anlağıda bek mühim yeri do'stlar. Ko'pyan suv beramiz yine. Açık suvni mush qozondan aşu qizg'on yerga beramiz. Açık suvning purqini yeb qolmaymiz, ha. Mizlik purqini yeb qolmaymiz. O'zini mana o'landirib chiqarib o'tirgan gap. Mana o'xshigan bir tas jigarsay birdamli tayyor oldi. Vau. Tamam, pek o'xshagan chiroyli. O'xshagan chiroyli. Hozir qiqas bir yevetli, ha. Ameliyatda jigarsayni ayolda o'xshatish mushunchliqlar deydi. Men degan bu ish qo'yinglar o'xshamay qolib qolsa, yo'nlab berib, at qachon yeyman.